Butun Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Rossiya hammaga teng murojaat qilyapmiz. Bismillah, alhamdulillah, assolatu vassalam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Bizlarni ko'rayotgan aziz vatandosh, dindosh aka-ukalarimiz, biz O'sha oblastda Aramon rayon Kommunizm Mulla Omon ko'chasidamiz. Bu yerga kelishimizning sababi Bekzod birodarimiz oxirgi stadiya, ya'ni ekopochka qurishlik sababi bilan Turkiyaga jo'nab ketishlik taraddusida turibdi. Inshaalloh bunga bizga ozgina summa emas, $45,000 pul kerak bo'lyapti. Bu birodarimiz 3 ta yosh farzandlari bor, yosh oila. Hali bu jigarimiz yashashlik kerak. Bu birodarimiz yashab qolishligi uchun siz bilan biz qo'limizdan kelganicha bir qattiq sa'y-harakatni qilishimiz kerak bo'ladi. Kimimiz qo'limizdan qancha so'm kerak deb iloji bo'lsa shu summani ayamasdan beraylik. Qarindosh urug', aka-uka, mahalla-ko'y, ya'ni butun Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Rossiya hammaga teng murojaat qilyapmiz. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Jigarim, dadangiz yashab qolishni xohlaysizmi? Elga murojaatingiz bormi sizga? Ayting, nima gapingiz bor? Yashasizmi dadangiz? Dadamga yordam beradi. Yashasizmi? Bolajon, o'g'lingiz yashasizmi? Yashashni xohlaysizmi? Assalomu alaykum. Alloh xalqi. Men shu bo'laman. Shu bolalar uchun yashashni tilayman. Ana o'zim choriqcham bo'lib qoldim. Ilojimiz yo'q, shu ishga qo'l urdik. Shu bolamga yordaminglar kerak. Birodarlar, vaziyat juda ham qaltis, juda ham tez harakat qilishlik kerak. Bo'p qolar, yurib qolar degan ozgina bir yaxshi bo'lib ketari bilan shu yerga keldik. Endi iloj qolmadi. Qo'ldan kelgancha harakat qilindi bu oila. Shunga sizlardan iltimos, qarab turmaylik. Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, shu Bekzod birodarimizga yordam beraylik. Hali inshaalloh bu pul yig'ilib bo'lguncha har qayerda biz xizmatda bo'lamiz. Bu yerlarda korobkalar ko'tarib turamiz. Hali bir ikkita video qilamiz. Iltimos sizlardan bee'tibor bo'lmasdan shu videolarni iloji boricha tarqatishlikda, bu video chiqqan ijtimoiy tarmoqlarda like, podpiska qilib, iloji boricha buni ham repost qilib yuboringlar. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.